Qozog'istonning Chimkent shahridan bizga diska yuborishgan. Ashaddiy muxlislarimizdan kelgan diska bu. Orqa tomoni singan. Keyin oyoqda o'zining vasmerkasi ham bor. Razmeri 20. Mitsubishi yozilgan diskaning arkasiga, lekin qaysi modelligini bilmadim. Qaysi modelligini biladiganlar kommentda yozishlari mumkin. Hozir mana shuni ishini nasib etsa kачественно qilib, chiroyli qilib berishimiz kerak. İşimiz chiroyli chiqishi uchun arqa tomondan polni almashtiradigan bo'ldim. Mana bu yoqda treshnasi ham bor ekan. Hozir shuni svarkasini ham qilamiz. Mana bu yoqlarga ko'k kraska o'chgan ekan. Значит, bu kishining mashinalari adashmasam ustaxonada bo'lsa kerak. Kuzovnoyda. Mana bu короче aylanishi. Mana hozir vasmerkasi ham bor oyoq tomonda. Shunisini ham o'z joyiga keltiramiz. Yuz tomonlarini mayda-chuyda ishlarni qilib qo'ydim. Pipkasini teshigini ham svarkacha qilib qo'ydik. Ana endi mana bu razmerlar bo'yicha arqa tomonni kesib olib boshqa diskadan ulashimiz kerak. Aylanishi ham o'zicha chiroyligina bo'ldi. Endi nasib etsa qolgan ishni davom ettiramiz. Podeshkadagilardan like, comment kutib qolamiz. Donor diskamizni akkurat kesib oldik. Ana endi buni maksimal darajada kачественно qilib diskamizga ulab qo'yamiz. Mana bu uchun aytib qo'yishim mumkin. Bu diskalarni ulaydigan paytimizda buni qalinligi, shirokligi, og'irligi hammasi hisobga olinadi. Men har safar ishning kачествосini ko'rsatishga harakat qilaman. O'sha uchun o'zi krasadan oldin aylantirib ko'rsatmoqchiman. Hozir biron joy tashqi qilinmagan bu diska, lekin sentrovkasi hammasi chotki bo'ldi. Ichkarilari ham, o'rtalari ham, tashqarilari ham hammasi chotki bo'ldi. Ana endi ranglanishini qilib Qozog'istonga qaytib jo'natsak ham bo'ladi. Bu diskamiz Qozog'istondan kelgani uchun mas'uliyat bilan 2 barobar o'shadi deb o'ylayman. Nega shuncha joy ishini yuborganlar bizga. O'sha uchun hamma yo'qni chala qoldirmasdan zo'r qilib qo'ydim. Mana bu yerdagi strakalarni tekslab qo'ydim o'zi. Aylanishlari ham zo'r bo'ldi. Guruz ham ko'p siramaydi, aylantirib ko'rsam, bu yoqlar ham polni ranglab qo'ydim diskachamizni. Aylanishiga o'zlaringiz juda baho berib qo'yasizlar. Ana. O'rtalari bilan polisi chiroyli holda aylanadi. Mana bu tashqari tomoni ham aylanishi zo'r. Bemalol egalari mazza qilib, bizdan rozi bo'lib haydab yursalar bo'ladi. Ana, guruz ham ko'p siramaydi. 00 o'ng. Bu 10 gram, bu bunaqa 20 razmer diska uchun juda ham chiroyli holat bu.